Assalomu alaykum, hurmatli prezidentim Shavkat Miromonovich Mirziyoyev va Davlat xavfsizlik xizmati raisi Bahodir Qurbonov. Menga 2013-yildan buyon xususiy mulk egasi bo'lgan mulkdorlarga nisbatan qonunga zid ravishda mulkidan mahrum qilish, mulkini tortib olishga qaratilgan harakatlar sodir etilyapti. Hurmatli prezidentim, men ko'p marotaba mana shu 2013-yilda mansabdorlardan iborat jinoiy guruh Yo'ldosheva Jamilaning nomiga soxta hujjat qilishib, mavjud bo'lmagan kadastr raqamlarini mana soxtalashtirib, mavjud bo'lmagan soxta kadastr raqamlarini qalbakilashtirib, mening uyimga 2013-yil, 2014-yillarda bosqin uyushtirib, mening barcha mol mulklarimni, jamg'arma pullarimni va uydagi barcha qonuniy hujjatlarimni olib chiqib ketishgan. Hurmatli prezidentim, men mana shu 2013-2014-yildagi noqonuniy bosqinlar to'g'risida ko'p joylarga murojaat qildim, lekin mansabdorlardan iborat jinoiy guruh va yollangan o'zlariga tegishli bo'lgan ayollar bilan bular uyushgan holda til biriktirib, meni 2015-yilda shantaj, tuhmat, bo'xtonlar uyushtirib, o'zlari 2013-yilda qalbakilashtirgan soxta hujjatini mening bo'ynimga majburlab, ichki ishlar binosida urib, kaltaklab, o'lim holatiga olib kelib, meni bo'ynimga majburan qo'yishmoqchi bo'lishib, meni shantaj, tuhmat, bo'xtonlar bilan bu mansabdorlardan iborat jinoiy guruh meni 4 yilga qamatib yuborishdi. Men hurmatli prezidentimga ko'p marotaba murojaatlar qildim, lekin mana shu prezidentga qilgan murojaatlarim ijobiy hal etilib, 2022-yildagi O'zekspo markazida bo'lib o'tgan sayyor qabulda bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev va Tursunxon Xudoyberganovlar ishtirokida bo'lib o'tgan sayyor qabulda mening barcha hujjatlarim tekshirilib, qonuniyligi, doimiy davlat ro'yxatidan o'tganligi, 2001-yildan buyon soliq to'lovlarini o'z vaqtida to'lab kelayotganligim hamda uy menga tegishli ekanligini inobatga olib, mulk daxlsizligini inobatga olib, menga uyimizni mana shu yovuz vahshiylar changalidan uyimizni qaytarib olib berishdi. Mana shu uyni 2022-yilda olgan bo'lsam ham 2023-yildan boshlab yana shu uyushgan mansabdorlardan iborat jinoiy guruh va ularga tegishli bo'lgan ayollar yana menga tinchlik bermasdan mening uyimga bosqinlar uyushtirib, gaz svetlarimni kestirib, uyim eshiklarini sindirib, mana shu noqonuniy, qonunga zid ravishda harakatlar qilishyapti. Men 2012-yilda ham uyimni kapital remont qilganman, to'y qilaman deb, shunda ham tortib olishdi. Undan keyin yana men beva ayol, ojiza ayol boshim bilan 2024-yilda uyimni mana yana ta'mirdan chiqazdim. Odamlardan qarz olib to'y qilaman deb, o'g'limni yoshi o'tyapti, men ham orzu havasim bor, kelin olaman deb mana shu uylarimni remont qildim. Yana mana shu Oqqo'rg'on tumani prokurori boshchiligidagi jinoiy guruh mening uyimga kelib, meni vahshiylarcha kaltaklab, mol mulklarimni tortib olib, 2020-yilda bular $2000 soxta xaridor yollab, Halilov Ma'rifga soxta hujjat qilib, meni boshimga yana turli xil o'yinlarni ochyapti. Men qiynib, aybim ojiza, bevaligimmi? Men hech kimga yomonlik qilmaganman, lekin Oqqo'rg'on tuman ichki ishlari prokuraturasi xodimlari meni shantajchi, hammaning ustidan yozadigan yozuvchi ayol deb axborot beryaptigan yuqori turuvchi mansabdorlarga. Men hech kimga yomonlik qilmaganman. Men bularni ota-onasiga shantaj uyushtirganmanmi yoki bir tuhmat qilganmanmi? Kimga men yomonlik qilganman? Mening hech qanday aybim yo'q. Bular mening ojizaligimdan, mana shu ojizaligimdan foydalanishyapti. Hurmatli prezidentim, men hozirgi kunda ham farzandlarim bilan ko'chada yuribman. Bular meni uyimdan haydab, ko'chalarda sarson qilib, 19 millionlab davlat bojlarini noqonuniy bo'ynimizga qo'yib, noqonuniy sudlarga ariza berib, bizni yana azoblab kelishyapti. Hurmatli prezidentim, men kimga murojaat qilay? Hurmatli prezidentim, mening uyimga daxl qilishga hech kimning haqqi yo'q. Menga daxl qilishga ham hech kimning haqqi yo'q. Mana shu hozirgi kunda mana yana dahshat qilib kapital remontdan chiqazganman. Barcha mol mulklarimni, jamg'arma pullarimni hammasini tortib olishib, o'zimni 3 sutkalab qamab qo'yishib, menga yordam bergan qo'shnilarimni ham 3 sutkalab qamab, hozirgi kunda men Ichki ishlar vaziriga murojaat qilsam ham, Ichki ishlar vazirligida mening arizalarim muddatlari qasddan o'tkazib yuborilib, bu Oqqo'rg'on tuman mansabdorlardan iborat jinoiy guruhga hech kim qonuniy chora ko'rmayapti. Hurmatli prezidentim, mana shu Oqqo'rg'on tuman prokurorining $2000 yollagan Halilov Ma'rif va uyushgan
mansabdorlardan iborat jinoiy guruh Oqqo'rg'on tuman notariusi Shohida Muhammadjanova, sobiq mahalla raisi Kamola va kadastr bo'limi xodimlari Baxtiyor, Alisher, Dinara, Islom, Adham, Lutfulla, Azizlar va Yo'ldosheva Jamila, uning qizlari, singlisi, Halilov Marti xotinlari hozirgi kunda mana yana mening uyimni bular sotuvga qo'yishibdi. Hurmatli prezidentim, bular men endi kimga borishim kerak? Hozir mana qishliq qorovuli kunlarda men ko'chalarda sarson bo'lib yuribman. Sizdan iltimos, prezidentim, menga yordam bering. Uyimga kirib tinch yashashimga yordam bering, hurmatli prezidentim. Mana hozirgi kunda ko'chalarda sarsonmiz. Mana shu hozirgi kunda mansabdorlardan iborat guruh, jinoiy guruhga boshchilik qilayotgan Oqqo'rg'on tuman prokuraturasiga, ichki ishlar xodimlariga, mana shu yozgan ichki ishlar xodimlariga va mansabdorlardan iborat jinoiy guruhga o'zingiz mana shu arizalarimni, mana shu ijtimoiy tarmoqqa majburan chiqqan shikoyatimni o'z nazoratingizga olib, formasidan foydalanib, mansabidan foydalanib, uni suiiste'mol qilib kelayotgan Oqqo'rg'on tuman prokuraturasiga, ichki ishlar xodimlariga, ichki ishlar vazirligi xodimlariga, notarius Shohida Muhammadjanovaga, sobiq mahalla raisi Kamolaga, kadastr bo'limi xodimlari Islom, Lutfulla, Aziz, Baxtiyor, Dinara, Lutfulla, Adhamlarga va Yo'ldosheva Jamila, singlisi Zuhra, qizlari Nargiza, o'g'li Irodalarga, Ma'rifning xotini Halilova Shahnozaga, Halilov Ma'rifga, advokatiga va Halilov Ma'rifning barcha qarindoshlariga qonuniy chora ko'rib, menga 12 yildan buyon yetkazilgan moddiy zararlarni undirib berishda amaliy yordam so'rayman va mening xavfsizligimni, oilamning xavfsizligini ta'minlab, o'z uyimda tinch yashashimga